Jilgisiz qabringni qora tunlarda amalimning shamin yoqib izladim. Qizil va pok qonning islarin sochgan kuchsiz ko'yi yurishimni tezladim. Amalimning yulduzi kim ko'z tikdi? Qora, jirkanch o'lim qoni yerlarga. Savol berdim, yo'qotganim qayda deb, o'zimni ham yutmoq bo'lgan yerlarga. Qo'lidagi tutam gulini qabring topib sochmoq uchun tirishdi. Gul o'rniga zahar tilar muhitda, uning qilgan bu ishlari bo'sh ishdi. Men-da ojiz bu muhitning oldida qabring topib ko'z yoshimni to'kmakka, hamda achchiq hiddatimla u yerda oq kallalik qora devni so'kmakka. Shuning uchun yulduz kabi yarqirab, elda qolgan isming bilan turamen. Shul ismni eslab chizg'an yo'lingdan yiroq ketmay, qimirlamay yuramen. Aziz otam, qo'limdagi gullarning motam guli ekanini bilmaysen. Shodlik guli ko'pdan beri so'lganin yer ostida pok ruhingla sezmaysen. Ana sochdim qalbimdagi gullarni termak uchun, chaqiramen qo'llarni. Jadidlar Turkistonni ozod, obod va ilg'or ko'rishni istagandilar. Ushbu maqsadga yetishish yo'lida hatto qurbon bo'lishga ham tayyor edilar. Shunday bo'lgan ham. Zukko, kuyunchak va jafokash bobolarimiz orzulari ushalayotgan yangi O'zbekistonda ularning armon va dardlarini bilish, tuyish, endigi kunlarimiz qadriga yetish har birimizning kundalik burchimizga aylanmog'i kerak.